519-22 guruh talabasi Shukurova Ozodaning og'ir nutq nuqsonlarida nutqiy kommunikatsiyani shakllantirishga qaratilgan logopedik texnologiyalar mavzusida video darsi. Reja: og'ir nutq nuqsonlari turlari va ularning ta'siri. Ikkinchisi, nutqni kommunikatsiya jarayonida logopedik yordamning roli. Uchinchisi, logopedik texnologiyalarning asosiy usullari va metodlari. To'rtinchisi, individual va guruh mashg'ulotlarining ahamiyati. Beshinchisi, natijalarni baholash va rivojlantirish monitoringi. Og'ir nutq nuqsonlari turlari va ularning ta'siri. Og'ir nutq nuqsonlari turli xil shakllarda namoyon bo'ladi va ularning ta'siri bolalarning ijtimoiy, emotsional va akademik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, afaziya, disartriya va dizartriya kabi nuqsonlar nutqning aniq va ravon bo'lmasligiga olib keladi. Bu o'z navbatida bolalarni o'z fikrlarini ifoda etishda qiyinchiliklarga sabab bo'ladi va ular o'zlarini izolyatsiyada his qilishlari mumkin. Shuningdek, og'ir nutq nuqsonlari o'qish va yozish ko'nikmalariga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim jarayonida muammolarni keltirib chiqaradi. Nutqiy kommunikatsiyani shakllantirishga qaratilgan logopedik texnologiyalar bu muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ijtimoiy integratsiyani ta'minlaydi. Nutqiy kommunikatsiya jarayonida logopedik yordamning roli. Nutqiy kommunikatsiya jarayonida logopedik yordamning roli juda muhimdir. Chunki og'ir nutq nuqsonlari bo'lgan bolalarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish uchun maxsus yondashuvlar talab etiladi. Logopedik yordam avvalo nutqning aniqligi, ritmi va intonatsiyani yaxshilashga qaratilgan. Bu jarayonda logopedlar individual yondashuvni qo'llab, har bir bolani o'ziga xos xususiyatlarini inobatga oladi. Nutqiy multimedia vositalaridan foydalanish va turli xil nutqiy mashqlar bolalarga o'z fikrlarini ifoda etishda yordam beradi. Shuningdek, logopedlar bolalarga muloqotda ishtirok etish, savol berish va javob berish ko'nikmalarini rivojlantirishda yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Bu jarayon o'z navbatida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Nutqiy kommunikatsiyaning samarali rivojlanishi uchun logopedik yordamning o'rni beqiyosdir, chunki u bolalarni o'z-o'zini anglashini va jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyani ta'minlaydi. Natijada bu jarayon bolalar uchun o'zlarini ifoda etish va ijtimoiy aloqalarni o'rnatish imkoniyatlarini kengaytiradi. Logopedik texnologiyalarning asosiy usullari va metodlari. Bular orasida individual va guruhli mashg'ulotlar, o'yin orqali o'rganish, vizual va auditoriyaviy materiallardan foydalanish, shuningdek nutqiy rivojlanish uchun maxsus dasturlarni qo'llash kabilar mavjud. Individual va guruh mashg'ulotlarining ahamiyati. Og'ir nutq nuqsonlari bilan kurashishda individual va guruh mashg'ulotlarining ahamiyati katta. Individual mashg'ulotlar odatda har bir bolaga yoki shaxsga xos muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan. Bu jarayonda logoped shaxsning nutqiy qobiliyatini, kuchli va zaif tomonlarini chuqur tahlil qiladi. Shuningdek, individual yondashuvlar ishlab chiqiladi. Har bir bolaga mos keladigan maxsus mashqlar va texnik yordamlar nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishi mumkin. Guruh mashg'ulotlari esa o'z navbatida ijtimoiy muloqotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday mashg'ulotlarda bolalar bir-birlari bilan o'zaro muloqot qilish, fikr almashish va birgalikda masalalarni hal etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Guruhda ishlash, shuningdek, bolalarga o'zaro yordam ko'rsatish, bir-biridan o'rganish va o'z nutqiy qobiliyatlarini baholash imkonini beradi. Shu tariqa individual va guruh mashg'ulotlari birgalikda og'ir nutq nuqsonlarini bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bolalarning nutqiy kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantirishda samarali natija beradi. Innovatsion logopedik vositalar yordamida nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirish. Og'ir nuqsoni bo'yicha logopedik texnologiyalarni qo'llashda vositalar muhim rol o'ynaydi. Bunday vositalar orasida raqamli platformalar, mobil ilovalar va interaktiv o'quv dasturlari mavjud. Ushbu texnologiyalar yordamida bolalar bilan interaktiv muloqot o'rnatish, ularning nutqiy qobiliyatini rivojlantirish va muammolarni hal qilish osonlashadi. Misol uchun, raqamli o'yinlar orqali bolalar o'z nutq va talaffuzlarini yanada yaxshilashlari mumkin.
Ushbu o'yinlar ko'pincha motivatsiya va qiziqish uyg'otishga qaratilgan bo'lib, muammoli bolalar uchun yanada qulay sharoit yaratadi. Bundan tashqari, logopedik muolajalarda multimediali materiallardan foydalanish ham samarali hisoblanadi. Videolar, audio materiallar va animatsiyalar bolalar nutqiy ko'nikmalarini mashq qilishda yordam beradi. Ushbu resurslar yordamida bolalar turli vaziyatlarda nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar olib borishi mumkin. Natijada bolalarda o'z fikrini ifodalash va muloqotda ishtirok etish qobiliyatlari ortadi. Bu esa ularni ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishiga olib keladi. Nutqiy rivojlanish uchun o'yinlar va interaktiv usullar. O'yinlar va interaktiv usullar og'ir nutq nuqsoni bilan bog'liq muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Bu metodlar yordamida bolalar nutqiy kommunikatsiya malakalarini osonroq va qiziqarliroq tarzda rivojlantirishlari mumkin. O'yinlar orqali bolalar hayotiy vaziyatlarda turli xil so'zlarni va ifodalarni qo'llashni o'rganishadi. Interaktiv usullar, masalan, nutqiy robotlar yoki mobil ilovalar, bolalarga muloqot qilishni rag'batlantiradi va ularni o'z fikrlarini ifodalashga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar shuningdek bolalarda ishonchni oshiradi va nutqiy kommunikatsiya jarayonini yanada samarali qiladi. Logopedik texnologiyalar orqali o'z-o'zini anglash va nutqiy o'zini ifoda etish. Og'ir nutq nuqsonlari bilan shug'ullanayotgan bolalarda o'z-o'zini anglash va nutqiy o'zini ifoda etish qobiliyatlarini rivojlantirish logopedik texnologiyalarning muhim qismidir. Bu jarayonda bolalar o'z fikrlarini ifoda etish va boshqa insonlar bilan samarali muloqot qilish imkonini berish orqali ularni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish maqsad qilingan. Logopedik texnologiyalar yordamida bolalarga o'z his-tuyg'ularini tushunish va ifodalash, shuningdek turli vaziyatlarda qanday muloqot qilishni o'rganish uchun o'yinlar va interaktiv mashqlar taklif etiladi. Bundan tashqari, zamonaviy logopedik dasturlar orqali nutqiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish bolalarni fikr va g'oyalarini aniq va tushunarli tarzda ifoda etishga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar yordamida bolalar tez takrorlash, vizual materiallar va audio materiallardan foydalanish orqali o'z nutqiy qobiliyatlarini mustahkamlashadi. Natijada ular o'z his-tuyg'ularini va fikrlarini yanada ravon va aniq tarzda bayon etish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa ularni jamoaviy hayotga integratsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda vizual yordamni o'rni. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda vizual yordamlar, masalan, diagrammalar, tasvirlar va kartochkalar muhim ahamiyatga ega. Ushbu vizual materiallar logopedik mashg'ulotlarda bolalarning e'tiborini tortadi va tushunishlarini osonlashtiradi. Vizual yordamlar yordamida bolalar o'z fikrlarini yanada aniq va ravon ifoda etishga o'rganadilar. Bunday usullar nafaqat nutqiy muloqotni yaxshilashga xizmat qiladi, balki mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Shuningdek, vizual materiallar bolani nutqi va tili rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa muvaffaqiyatli logopedik terapiya uchun zaruriy shartdir. Logopedik texnologiyalar orqali kommunikativ ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. Og'ir nutq nuqsoni bilan shug'ullanadigan bolalar uchun kommunikativ ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'nikmalar bolalarni jamiyatda muvaffaqiyatli muomala qilishlari uchun zarurdir. Logopedik texnologiyalar yordamida bolalar o'z fikrlarini ifoda etish, boshqalar bilan o'zaro aloqada bo'lish va ijtimoiy vaziyatlarda o'zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi. Logopedik mashg'ulotlar davomida o'yinlar va interaktiv faoliyatlar orqali bolalarga muloqot qilishni o'rgatish mumkin. Masalan, rolli o'yinlar, qiziqarli vazifalar va vizual materiallar yordamida nutqiy kommunikatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot tashkil etish mumkin. Ushbu usullar bolalar uchun muloqotni qiziqarli va samarali qiladi. Shuningdek, zamonaviy logopedik texnologiyalar, masalan, mobil ilovalar va multimedia vositalari bolalarni o'zaro aloqalarini yanada kuchaytirishga yordam beradi. Bu texnologiyalar orqali bolalar o'z nutqiy qobiliyatlarini mustahkamlash bilan birga ijtimoiy munosabatlar o'rtasida ham o'rnatadilar. Natijada ular ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi va o'zini anglash hissi oshadi. Nutqiy kommunikatsiyada sensorlik simulyatsiyasining o'rni.
Og'ir nutq nuqsonlari bilan bog'liq bolalarning nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda sensorlik stimulyatsiya muhim ahamiyatga ega. Sensorlik stimulyatsiya, ya'ni turli hislarni rag'batlantirish, bolalarning til va nutq rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, tovushlar, ranglar yoki turli teksturalar orqali bolalarning e'tiborini jalb qilish ularning nutqiy ifodalarini yaxshilashga yordam beradi. Shu tarzda logopedlar sensorlik materiallar va o'yinlarni qo'llab, bolalarning nutqiy ko'nikmalarini mustahkamlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Buning natijasida bolalar o'z fikrlarini aniq ifodalab, ijtimoiy muloqotda faol ishtirok etishga erishadilar. Nutqiy jarayonda emotsional intonatsiyaning ahamiyati. Emotsional intonatsiya og'ir nutq nuqsonlari bo'lgan shaxslar uchun kommunikativ muhitni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Nutqni kommunikatsiya jarayonida emotsional ohang, birinchidan, muloqot ishtirokchilariga xabarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Logopedik texnologiyalar yordamida o'qitish jarayonida emotsional intonatsiyani rivojlantirish uchun turli xil strategiyalar qo'llanilishi mumkin. Bunday strategiyalar orasida nutq jarayonida emotsional ifodalarni o'z ichiga olgan o'yinlar va mashg'ulotlar mavjud. Masalan, nutqiy mashg'ulotlarni o'tkazishda aktyorlik texnikalaridan foydalanish emotsional intonatsiyani shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, musiqa va ritmni qo'llash orqali nutq jarayonidagi emotsional rang-baranglikni oshirib, shaxsiy ifodalanishni rivojlantirish mumkin. Natijada og'ir nutq nuqsonlariga ega bolalar uchun emotsional intonatsiyaning o'rganilishi va rivojlanishi ularning nutqiy kommunikatsiya ko'nikmalarini yanada samaraliroq shakllantirishiga imkon yaratadi. Bu esa ularning ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli integratsiyasini ta'minlaydi. Nutqiy kommunikatsiyada sensorlikni gaplashdik. Nutqiy rivojlanishda zamonaviy akustik texnologiyalar. Zamonaviy akustik texnologiyalar og'ir nutq nuqsonlariga ega bolalarni nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda muhim rol tutadi. Ushbu texnologiyalar, masalan, ovozni o'zgartirish uskunalari yoki akustik to'siqlarda bolalarga nutqni aniq va ravon bo'lishiga yordam berish uskunalari. Akustik vositalar, ayniqsa nutqiy treninglar davomida bolalar o'z-o'zini anglash va nutq ifodasini oshirishga imkon beradi. Bunday texnologiyalar, shuningdek, ijtimoiy muhitda muloqotni yaxshilash va bolalarni o'zaro aloqalarni mustahkamlashga ham muhim ahamiyatga ega. Nutqni ta'lim berish jarayonida akustik texnologiyalarni qo'llash bolalarning mustaqil fikrlash va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning roli. Zamonaviy raqamli platformalar og'ir nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy kommunikatsiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu platformalar, masalan, mobil ilovalar va interaktiv veb-saytlar bolalarga o'z nutqini rivojlantirishda yanada qiziqarli va samarali usullarni taklif etadi. Raqamli texnologiyalar orqali bolalar o'ziga xos o'yinlar, mashqlar va interaktiv vazifalarni bajarish orqali nutqiy ko'nikmalarni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu bilan birga, ushbu platformalarda taqdim etilgan audio va video materiallar yordamida bolalar nutqiy tovushlarni eshitish va ularni takrorlashda ko'proq tajriba orttirishlari mumkin. Raqamli texnologiyalar, shuningdek, logopedlar uchun bolalarning rivojlanishini kuzatish va natijalarni baholashda yordam beruvchi vositalarni taqdim etadi. Bu esa individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Natijada raqamli platformalar orqali o'rganish jarayoni bolalar uchun qiziqarli, interaktiv va samara beruvchi bo'lib, ularni nutqiy kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Nutqiy kommunikatsiyada psixologik aspektlarning o'rni. Nutqiy kommunikatsiyani rivojlantirishda psixologik aspektlarning o'rni juda ham katta. Og'ir nuqsonlariga ega bolalarda o'zini ifoda etish va boshqalarga muloqot qilishda psixologik to'siqlar paydo bo'lishi mumkin. Logopedik texnologiyalar orqali bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttirish, stress va xavotirni kamaytirish maqsadida psixologik usullarni qo'llash zarur. Masalan, muloqotga tayyorlashga urinishlar va muvaffaqiyatlarni rag'batlantirish, ijobiy fikrlashni shakllantirish orqali
bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Bunday yondashuvlar faqat nutqiy ko'nikmalarni emas, balki ijtimoiy va emotsional